Kim menga yomonlik qilgan bo'lsa, hech biriga javob qaytarmadim. Xafa bo'ldim, xafa qilmadim. Sindimu sindirmadim. Robbim biladi meni qalbimda yomonlik yo'qligini. Kim g'am yemagin birodar, yerga oshing bo'lsa. Do'ppi topilib qolar, yelkangda boshing bo'lsa. Yotga aytma arzingni, doston qilma dardingni. Qadriga yet, qadringni, yelkangda boshing bo'lsa. Bu kunlar o'tar ketar, omad kulgan kun kelar. Begonalashma jigar, yelkangda bosh. inson yomon kunlarni unuta olar ekan. Ammo yomon kunlarga sababchi bo'lgan insonlarni hech qachon unuta olmas ekan. Inson yomon kunlarni unuta olar ekan. Ammo yomon kunlarga sababchi bo'lgan insonlarni hech qachon unuta olmas ekan. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. Assalomu alaykum. Do'stlar, yaxshimisizlar, sizlar? Inshaalloh Xudo tez kunlarda hammamizga nasib qilsin. Xohlasa mana hamma savob qilgan chiqdik. Ka'bada odamlar nihoyatda ko'p. Lekin nima niyat qilgan bo'lsa, Qaysi odamlar uchun ko'z yosh to'kib yotibsan? Yuzingga kulib ortingdan pichoq urganlar uchunmi? Senga men bor degan, ammo eng kerak paytingda g'oyib bo'lganlar uchunmi? Sendan ming yaxshilik ko'rib, bitta yomonlikni kechira olmaganlar uchunmi? Qo'lingdan ushlab turish kerak bo'lganda itarib yuborganlar uchunmi? Sening baxtingga ko'z tikib, ichidan kuyganlar uchunmi? Senga qarab ilhom olish kerak bo'lganda